Salom do'stlar. Sizlar bugungi videomda top 5 ta videoga reaksiya bildiraman. O'zim qidirib qo'ygan videolar juda ko'p ekan, shunga 5 tasini topa olmadim. Shuning uchun Reels'dan top 5 ta videoga reaksiya bildiramiz. Let's go. Yarim tunda ko'chaga chiqqanimda kimdir meni ismim bilan chaqirdi. Xavdi yormadingizmi opa? Nima gap? Ya bir akalaringizga telefon qilib ko'chadagi bir dolbyaplar gap o'tyapti demadingizmi opa? Bu deyim qani? Gapi o'dir. Ko'chada kechasi odam juda yam kam. Bu yerda chatdagi bir atni ko'ryapmiz, bu ham gapirar ekan. E'tibor olmaymiz. Shum bo'ldi. Kimdir meni 3-4 marotaba ismimni aytib chaqirdi. Ay, sizni sevib qolgandir u. Bir marta chaqirganga siz indamagan bo'lsa, "Dinnaxo" deb ketaverardi. Siz sevib qolgan opa. Men eshitdim. Ana o'zlaringiz qaramay, mensimay, o'sha kibr qilasizlar, keyin shu qilasizlar, jahilni chiqarib qo'yib. Bu bir atni gapi ham to'g'ri ekan. O'zlaring nima Shahzodani yasab olasizlarmi? Bilat bir chaqirgan payt qarash kerak edi. Shu qiyinmi ha deyish, gapi bo'dir. Nima? Bu birodar normal gapirib qo'yar ekan. Lekin e'tibor qilmadim. 3-4 marta orqaga qaraganimda, chunki hech kim meni chaqirmayotganini ko'rgandim. Siz hozir bitta aniqlik kiritib turaylik-da. Sizni chaqirmadimi? Orqangizda emasdir. Balki u yoningizdadir. Pasingizda devormadida, bilib, biz yopishtirardi. Derazadan qarab o'tirganda, birat. Bu dolbiya bu ko'chiraman deyapti. Qanaqa deraza? Aynan sizga. Kechasi soat 2:13 bo'ldi. Ertasi kuni turib telefonimga qaraganimda, menga kecha chaqirganimda ortingga qaramading degan SMS kelibdi. Yebat, yigitda bo'lgan. Qaragan payt qaragan. Davom. Kontakt bor, shu telefon qilish kerak, bu. Men buni ko'rib juda ham qo'rqib ketdim. Chunki SMS noma'lum raqamdan kelgan edi. Va yigit aytgan, meni bloklavorgan uchun men boshqa raqamdan qilaman degan. Bilmaydi degan, lekin bu qiz rostdan bir dollar ekan bilmabdi. Sekret nomerda telefon qilishni ham biladi o'rqilay. Men yana o'sha kuni yarim tunda ko'chada hech kim yo'q paytda ko'chaga chiqdim. Siz o'zingizga ham keling. Yebat! O'zi sog'lab turgan ekan, statdan bor-ku. Mana chiqaltiram yo'q emas. Uzr, davom etamiz. Bir ko'zingiz qichishsa, danshiqchiga. Mahallamiz boshida tut daraxtida bir Mana dollar pezga qo'yar ekan. Pezda ekan mana brat. o'sha joyda qop-qora kiyimda meni chaqirib, Yebat! Boya yigiti ana bo'lgan. Men qaramasin degan qora ploshka kiyib olgan bo'lgan. Burchakka taklif qilsa bormaydi lekin, brat. Opa. Uni hatto odamga o'xshatish juda ham qiyin edi. Qop-qora ko'rinishda, yuzlarining ham shakli yo'qdi. U bir daraxtning pastida o'tirib, bir daraxtning ustiga chiqib, har xil joylarda paydo bo'ldi. Yebat, reaksiyasi kuchli ekan. Opa, uni oldiga bormang. O'lib qolasiz. Meni o'ziga chorlardi. Birat. Chaqirsa bormaydi ekan. Men sizga bitta maslahat beraman. Chaqirsa bormang. Sizga qarab turibsiz sizga. Dolbiya bu ko'chadaman deyapti. Qanaqa deraza? Men esa uni yoniga bormaslik uchun o'zimni turli yo'llar bilan chalg'itib zo'rg'a uyga kelganman. Shu kuchlilar bilan barmoqlar jangagan. Ketayotgan paytda chalg'ish uchun barmoqlar jangga uyushtirgan opa. Chotki, davom etamiz. O'sha kechasi yarim tunda ko'chaga chiqmaydigan bo'lganman deb yozib qoldiribdi bitta bola. No comment. Gap kelmay qoldi. Obunachingizga rahmat. Umri uzoq bo'lsin. Agar qo'lidan kelsa. Onasiz endi men qanday qilayman biladi. Top 2-video. Mashinaga qara. Shu arabaga bak. Buni mashinaga qara. Billah. Bu mimlarda solishtirib beryapti. Bezot aka bilan. Yebat. Fotoğrafını çek. Rasmga ol. Olyapman. Lekin mana shu men bo'lsa kerak. Olyapman. Bo'ldi, bu 2026-yil azobtosh xizmati ekan, o'tkazib yuboramiz. Voy, Aslanboy, addushi bor. Shu bot chiqqandan sizyapti. Voy. Normal, brat. Siz zo'rsiz. Chiqanaqa emas. Kerak emas bu. De Bruyne. Anjelotda qo'shiq bor-ku. Kevin De Bruyne.
Prime davlari ham keyin devrayna ondan so'ng sizga pizza pas bergan. Dalbeb turishga pas bergan. Ko'rasizlar mana o'zlaringga ko'ringlar. U Adinadinga orqa bitta to'p bilan shuni chiqarib o'ryapti. Bitta tepish bilan Adinadinga chiqarib o'ryapti. Bular chiqib ketyapti deb o'ylab, lekin u bular pizza bir olib qo'ydi. Yana normal ketdi. Tug'ilgan joyingiz bo'z. Qayerda o'qigansiz? Selxoz. Magistraturachi? Narxoz. Qayerda ishlagansiz? Savxoz. Undan keyinchi Kolxoz. Kim bo'lib Xarosh, bu 3 kishilar she'r aytyaptimi? ishlagansiz? savxoz. Qanaqa kasal bo'lgan? Tuberkuloz. Yaxshi ko'r. Shiba, tuberkuloz, salxoz. Qora ko'z. Bo'yningizdagi nima? Sasoz. Kim qo'ydi? Dilsoz. Keyin nima bo'ldi? Takshkoz. Bolani oti nima? Navro'z. Laqabichi. Parovoz. Sizniki Teplovoz. Manikichi. Masxaravoz. O'qiymiz, uyg'ondim, uni ko'rdim, uni quchoqladim, uni o'pdim, o'qishga ketdim. Lekin pastda bu chalg'ituvchi savol ekan. Davay ikkini o'qiymiz. Uni ko'rdim. Yaxshi ekan ko'rgan bo'lsangiz, 3. Uni quchoqladim. Berib qo'ymasa kerak endi. Quchoqla deb indamay turmasa kerak endi. Uni o'pdim. Qo'ttog'im beradi sizga. O'ptirmaydi u. Bir uyg'ondim. Bu tush ekan. O'qishga ketdim. O'qing, brat, o'qing. Hozir qizlar bor-ku, sizni buzadi, qarang. Bilet, mana shuna qo'l, ana ikkinchi rasmga qarang, qo'lni ko'rsatganda ana quchog'iga yopishib kelganda, bilet. Ana 4-rasmni o'p deb mojna deb beryaptimi? Keyingisi. To'xta. Dur. U 2006-yil asrda xizmati. Mana shuni eshitalik keladi video. Sen to'xta bir oyingga pomidor ekkan bordi-ku. Bu yerga kel. Pomidor nimaga kerak bor hozir? Mayli, o'tkazib asablashib kerak yo'q. Yengildan comment go. Lionel Messi Prime davlarda Para Benzema deydan. Eshitganman buni. Chotganman. Mana shu legendarni kommentda sevib tinglaganman 2025-yil. Tabriklaymiz o'qishga kirsizmi? Adam shuncha. Klass 2-5. Klass 6-10. Edit Instagram udalet. Ketdi. O'chiringlar u Instagram, YouTube bo'lib ketdi. Voy, negadir bugun sal boshim og'riyapti. Tushuntirish xati yozib dam olaman. Shu bizda sizlar ham shunday qilsa edi. Taskarada. Voy. Matematika sizga qoyil lekin onayning bir jala yo'qsa ham keladi matematika ustoz. Tornado bo'lyapti. Bo'pti, no comment. Davay, darsni boshlaymiz. Voy. Shu joyda videomiz tugadi. Keyingi video chiqishni xohlasangiz, davay 10 mingta like. Mayli, sizlar qiynab qo'yaman. 5 mingta like yig'inglar yoki 2 mingtami? Po'xo'y. 1000 ta like bo'lsa, ana ikkinchi qismi chiqadi.